sizlar bilan birgalikda 1.800.000 dollarga baholangan mana shu mega mansionga sayohat qilamiz. Ishonamanki, ajratgan vaqtingizga achinmaysizlar. Bu uyni qurgan akalarimiz uyni har bir burchagiga, har bir detaliga alohida yondashuv bilan uyni qurib bitqazishgan. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga like bosib, albatta uyni ko'rib bo'lgandan keyin o'z fikringizni izohlarda yozib qoldirsanglar, bundan biz juda ham xursand bo'lamiz. Bu biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'lishni ham esdan chiqarmanglar. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanining eng nufuzli Center Lunacharskiy mahallasiga xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Meni YouTubedan kuzatib kelayotgan qadri baland qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda orqamizdagi mega mansionni ko'rib o'tamiz. Narxini boshida aytganimdek 1.800.000 dollarga baholangan uy. Har doimgidek biz tashqari tarafdan sizlarga ko'rsatishni lozim topamiz. Sababi uy olayotgan odam birinchi o'rinda mana shu mahallani ko'rish kerak deb o'ylayman. Yon atrofda qanaqa uylar, kimlar turadi, qo'shnilar va hokazo. O'zi xalqimizda gap bor-ku, hovli olma, qo'shni ol. Mana shu gap bekorga chiqmagan. Ko'rib turganingizdek, Center Lunacharskiy mahallamiz, ko'chalarimiz juda ham go'zal. Bu mahallani bilganlar biladi, kommunikatsiyalardan umuman muammo yo'q. Uyimizni endi ko'radigan bo'lsanglar, kattagina yashil hudud qoldirilgan. Juda go'zal archalar, dekorativ daraxtlar va men o'zimni mashinamni qo'yib qo'yganimni sababini aytaman. Bu yerda sizlar videoda baribir kichkina yoki kattaroq ko'rinishi mumkin. Chamalab olishinglar uchun tashqarini o'ziga ham bitta mashinani qo'yib qo'yib sekin uyga kiraveradi. Uyimizga kiraverish o'rtada asosiy eshik. Mana bu eshikni figuralarini ko'rib to'g'risi men maza qilyapman. O'zi shunaqa uylarga kelganimda qanaqadir maza qilib, o'zim yayrab obzor qilaman, sizlarga ko'rsataman. Hamma narsa tabiiy bo'lsin deyman. Ba'zi bir joylarda xatolar, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Bu albatta bo'lishi tabiiy holat. Endi kamchiliklarga, xatolarga, noto'g'ri gapirib qo'ygan joylarimga uzr so'rayman. Shu joylarni iloji bo'lsa izohlarda yozib to'g'rilab olsanglar, men ham shu o'rinda bilib olaman. Endi mana kattagina asosiy darvozani ko'rishingiz mumkin. Uyga kelayotganingizda pultini shundoq bossangiz, darvozamiz avtomatlashtirilgan, sekin ochilib turadi. Mashinangizni sekin ichkariga olib ketaverasiz. Endi uyimizni ichiga marhamat. Mana eshiklariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Og'irgina ekan. Ochilishini qaranglar mana bismillahirrohmanirrohim deb uyga kirib kelar ekanmiz. O'rtoqlar, bitta narsani aniq ayta olaman. Uy sizlarni kutib oladi. Uyimizning umumiy maydoni 7 sotixga qurilgan. Imoratimiz 700 kvadratdan oshiq deyishyapti. Mana o'rtadan asosiy kiraverish eshigi, chap tarafga o'tganimizda bizning naves darvozaxonamiz joylashgan, avtomatlashtirilgan darvozalarni ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari shitlarimiz qoldirilgan. Agar siz elektromobil haydasangiz, bemalol o'zingizning avtomobilingizni zaryadlarini mana shu shitlarning o'rniga juda ham chiroyli, gрамотный qilib ustunovka, ya'ni o'rnatib olsangiz bo'ladi. Balangina patolok qilingan, patoloklarimiz alikafon va dumaloq mayda chiroqlardan terilgan va oyog'imizning tegidagi kafil Eronning kafili ekan. Menga shunaqa quruvchi akalarimiz ma'lumot berishdi. So'killarimiz granit toshlardan foydalanilgan va eng asosiy e'tiborga moliy jihati bu uyimizning fasad qismi. Mineralka hamma biladigan, taxminan bundan 10-15 yil oldin juda ham urfga bo'lgan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, o'sha paytlarda boy haqiqatan puli bor odamlar bu narsani qildirishardi, sababi kvadrati palon pul turardi. Mana shu narsa hozir yana aylanib kelib urfga kiribdi. Uyni qurgan akamiz aytdilar, bu mineralkani yangilangan varianti, ya'ni yangi versiya. Men o'zim ham to'g'risi haqiqatda boshqa uylarda bunaqa yangilangan mineralkani ko'rmagan edim. Juda yoqimli bo'pti. Eng asosiysi uzoqdan qaraganingizda oppoq ham emas, qanaqadir seriya ham emas, yoqimli rang bo'lgan. O'ylaymanki, sizlarga ham yoqyapti bu. Kattagina yashil hudud, juda ham chiroyli mana bunaqa dekorativ archalar, magnoli daraxtlari ekilgan. Mana qaranglar, dumaloq. Zo'ra, hammamizga nasib qilsin. Allohga onson, yaxshi niyat qilib, chin yurakdan astoydil Allohdan so'rang. Bundan ham zo'riga erishishingiz mumkin. O'rtoqlar, mana uyga kirib kelganimizda chap tarafni ko'rdik. Endi o'ng tarafga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bitta hovli uchun alohida hojatxona qilingan. Endi
kelgan mehmonlar masalan bemalol bu yoqdan foydalanish imkoni bo'ladi. Uy ichigacha kirib o'tirishmaydi. Rakvinasi bor, unitazi va bu yoqda e'tiboringlarni mana bu kotyolga qarataman. Bu nimaga qo'yilgan deb so'rasam quruvchi akamizdan, bu mana shu joy uchun alohida, ya'ni hojatxona va yonimizdagi oshxona uchun. Yozgi oshxonamiz ochiq, lekin pol qismi tepli pol qilingan ekan. Bu tualetimiz ham tepli pol qilingan va bu yoqdagi issiq suvlarimizni ham aynan mana shu kotyol ta'minlab berar ekan. Bu tualetni mana yonginasida bo'lsa, kattagina oshxona, pol qismi tepli pol. Qaranglar, hozirgi holati mana ochiq qoldirilgan. Kimdir agar buni ayollarga maksimalni zo'r sharoit qilib beraman desa, akfa bilan razdvijnoy surilib ochilib yopiladigan eshiklar shunday yasattirib yuborilsa bo'ladi. Qishki kuni ham buni yopib qo'yiladigan bo'lsa, tepli polni o'zi issiq qilib turadi. Ayollar maza qilib shirin-shirin taomlarni pishiraverishadi. Oshxonamizni bu yoq qismlarida granit toshlardan foydalanilgan, devor qismlarida kafillar, katta-katta yaxlit gaz pechlari, bu yoqda yana katta joy narsalarni to'g'rab taxlash uchun qozon o'choq gazlovlangan va o'rtada barbekyu zona, juda chiroyli g'ishtlardan usta akalarimizning qo'liga dard ko'rmasin va buni yonginasida yana 40 litrli katta qozon, ikkita qozon, bitta 30, bitta 40. Mo'ykamizda joylashgan, teylari ochiq, ko'rib turganingizdek, qanaqadir narsalarni, masalan deylik, surcheli yoki shunga o'xshash narsalarni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi uyimizni bu yoq devorini ko'rib turganinglardek, mana shunaqa vodopad qilingan. Marhamat. Ko'ringlar. Vodopadni yoqishim bilan qanaqadir muzdek havo keldi. Nimaga vodopadimizda bu yoq burchakda joylashtirilgan? Sababi ko'rib turganinglardek terrasi bor. Buni tepasi ham xuddi shunaqa terrasi. Ayvan desak ham bo'ladi menimcha. Dachniy stul yoki gilam solib, xon taxta, ko'rpacha qilib o'tirsa ham menimcha zo'r bo'ladi. Bu joylarimiz ham issiq pol qilingan, tepli pol qilingan. Mana bunaqa vodopadni oldida, muzdek shabodada maza qilib o'tiriladi. Tashqi tarafdagi biralar ham uyimizdagi juda bir chiroyli vid berib turibdi. Endi imoratimizga kiraverish eshigini ko'radigan bo'lsak, o'rtada asosiy kiraverish eshigi, buni yonginasida ikkinchi eshik, bu to'g'ridan to'g'ri bizani oshxonaga olib kiradi. Bu yoqda terrasada o'tirilgan payt oshxonadan alohida kirib chiqiladi. O'ziga yarasha qulayligi bor. Imoratni ichiga kirishdan oldin kelinglar, men sizlarga uyimizning orqa tarafini ko'rsataman. Taxminan 1,5 metr yo'li kenglikda qoldirilgan. Men e'tiborimni mana bu joy tortdi. Qaranglar, yomg'ir suvlari yoki hovlilarga baribir suv sepib muzlatilganda arucha qilingan. Mana shu aruchadan suv oqib ketadi. Zo'r yechim qilinibdi. Haqiqatda o'sha videoni boshida aytdim-ku, bu uy qurgan akalarimiz shunchaki uy qurishmagan. Har bir detallariga, har bir burchaklariga ahamiyat berib qurishgan. Yo'lagimizda yana bundoq G shaklida kirib kelyapti-da va bu tarafdan mana eshik bizani imoratning ichiga olib kiryapti. Bu joyda ham shunaqa ochiq qoldirilgan havo aylanishini ta'minlash uchun. Taxminan 1,5 ga 1,5 kattalikda orqa tarafdagi yotoqxonalarimizning romlari yo'lga qaragan ekan. Endi marhamat, spa zonamizni kattagina basseyn, patolog qismi natijnoy qilingan ekan. Devorlarimizga och bir yumshoq rangdagi kafillar va mana bunaqa juda ham bir noodatiy fakturadagi dekorli kafillardan foydalanilgan. Radiatorlarni ham eng nozikini qo'yishibdi. Rang tomonlama ham va figura tomonlama ham uchta ochiladigan katta-katta romlarimiz va bu joyda ham domofon o'rnatib ketilgan. Hozir ham ishlab turibdi. Basseynda siz dam o'tgan paytingiz kimdir chaqirib qolsa, zvonokka bosib, bu yoqni o'zidan ham bemalol javob bersangiz bo'ladi. Endi bu spa zonamizni basseyn razmerini aytmadim. Basseynimizning razmeri kengligi 4 metr, uzunligi 8 metrdan oshiq ekan. Spa zonamizni bu yoq burchagida biz alohida dushni ko'ramiz. Marhamat, mana shunaqa ko'rinishda yuvinish xonasi bo'ldi. Endi men eshigiga e'tiboringlarni qarataman, qaranglar. Oynali eshik, ichiga qum sepilib, shunaqa tekis holatga olib kelingan ekan. Plavniyligini qaranglar, qummi? Mana. Tashqarida tarafini qaranglar, qoraytirilgan oyna. Ichkari ko'rinmasligi uchun zo'r qilinibdi. Men to'g'risi birinchi marta bunaqa eshikni ko'rishim va bu joyda turk hammomi. Kattagina, keng, yorqin. Hamma narsa ishlab turibdi.
turk hammomini ishqibozlari bormi? Izohlarda yozib ketasizlar. Go'zal, juda. Endi bu burchakda bo'lsa, spa zonamiz uchun alohida hojatxona, unitaz, rakvinalari joylashtirilgan. Endi bu spa zona orqali ham biz uy ichiga kirsak bo'ladi. Orqa eshikdan, mana zinani oldidan, biz har doimgidek oldi asosiy eshikdan kiramiz. Ketdi. Binoga kirib kelishimiz bilan bizlarni haqiqiy hashamatli interyer kutib oladi. Kiraverish yo'li o'ng tarafda juda ham yoqimli did bilan yasalgan garderob ko'ramiz. Kattagina oyna. Buni bundoq surib ochadigan bo'lsak, ichida vishilkalar joylashtirilgan. Qish kunlari shuna qalin paltolaringizni, kurtkalaringizni mana shu joyga qo'yaverasizlar, chiqib ketayotganingizda olib, ustingizga kiyib, katta oynada o'zingizni ko'rib, sekin ishga, o'qishga ketaverasiz. Kattagina garderob, juda chiroyli. Ortiqcha bo'rttirib olmaganligi menga yoqdi. Devorlar ichiga o'yib turib, ozgina kirgazilgan. Taxminan 10 santimetrcha bo'rtib turibdi. Endi marhamat, inglizchasiga living room, ruschasiga hall, o'zbekchasiga ayvanimizga xush kelibsizlar. Kattagina ayvan, interyer hozirgi kunda juda ham ommabop, neoklassika, ya'ni yangilangan klassik uslubda ta'mirdan chiqarilgan. Mana bu tashqi hovliga qaragan romlarni sanab chiqadigan bo'lsak, qaranglar. Bitta ochiladi, katta rom, ikkita ochiladi, uchta ochiladi va to'rtta ochiladi. Mehmonlarni o'zini ham mana shu yerda kutib, yozgi kunlari ham masalan deylik, romlarni ochib qo'yiladigan bo'lsa, bemalol tashqaridan toza havo aylanib turadi va maza qilib mehmondorchilik bo'ladi deb o'ylayman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, isitish radiatorlarini mana shunaqa osma, hozir juda ham ommalashgan variantidan o'rnatilgan. Bu yoq burchagimizda bitta va nari yoq burchagimizda yana bitta joylashtirilgan va har bitta xonamizda har bir xonani isitish tizimini alohida boshqaruv panellari joylashtirilgan. Ya'ni mana shu ayvanimizni o'zini deylik 20 yoki 25 gradusda siz boshqarishingiz mumkin. Oshxonanikini ham alohida xuddi shunaqa boshqariladi. Endi mana bu tarafda oshxonaga kirarkanmiz, ayollarning haqiqiy orzusidagi oshxona bundan ortiq bo'lmasa kerak. Bu tarafda mana tashqariga kirib chiqish eshigi, ro'paramizda ajoyib dekor ishlatilgan, rozetkalar qoldirib ketilgan, kattagina televizor qo'yishimiz mumkin. Har bir xonamizda konditsionerlar bor, eng sifatli brenddan. Oshxonamizning o'rtasida kattagina stoleshniца joylashtirilgan va shunaqa tortmalari joylashtirilgan. Narsalarni qo'yish uchun oshxona jihozlarini va oshxonamizdagi hamma texnika Hoffman brendidan qo'yilgan. Nega aynan bu qimmat uyga Hoffman brendi tanlangan? Sababi sifatli, ishonchli, budjet tomonlama ham juda ham komfortli. Agar siz ham uyimga qaysi texnikani qo'ysam ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, albatta Hoffmanni tavsiya qilaman. Mana ko'ryapsiz, 1,8 million $lik uyda ham Hoffman qo'yilgan. Endi oshxonamizdagi radiatorga meni hozir ko'zim tushyapti-da. Qarasam, oshxona mebelini rangi bilan radiatorimizning rangi deyarli bir xil. Endi bu metal bo'lgani uchun sal to'qroq ko'rinishi mumkin. Bu yoqdagi oshxona mebelimizning rangi ham asnova bir xil, to'q siyoh rang va och bejviy deymizmi, shunaqa rangdan kollaboratsiya qilingan. Gaz pechlari, duxovkasi va hattoki mo'ykasi ham Hoffmandan. Hoffman brendidan mo'ykalarimizgacha va bu tarafda zani kattagina xolodilnigimiz joylashtirilgan. Shunaqa skritli xolodilnik. Past tarafda muzxonasini ko'rishingiz mumkin. Buni yonginasida oynali eshik qilingan, ikki tomonlama burchak ugl oynadan qilingan polkalar qilib qo'yilgan ekan. Bu juda zo'r yechim. Mana boya aytganimdek, oshxonamizda ham alohida isitish tizimini boshqaruv panellari joylashtirilgan va devorimizning bu qismida Hikvisiondan uyimizning kuzatuv kameralarini, domofonlarini boshqarish imkoni bor. Qo'ni-qo'shnilar kimdirlar taqillatib qolsa, bemalol kamera orqali mana shundan kuzatib, javob berish mumkin. Endi marhamat, bizning xalqimiz mehmondo'st xalq-ku. Mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan kattagina, yorqin mehmonxonamiz. Uyimizning bu yoq yon tarafida boya ko'rsatganimdek 1,5 metrlik hovlisi bo'lgani uchun bu yoq yon tarafga ikkita rom, bu yoq orqa tarafga ikkita rom. Men qoyil qolgan tarafim, bilasizlar, har bitta romni
bitta tarafi ochilishi, ikkita tarafi ochilishi alohida pul bo'ladi. Masalan, deylik, mana shuni bitta tarafini ochadigan qilsangiz, sal arzonroq bo'lishi mumkin. Ikkita tarafini ochadigan qilsangiz, bu mexanizmlarga, ishlatilinadigan mahsulotlarga qarab narxi keskin o'zgarib, ya'ni qimmatlashib boraveradi. Bu romlarimizni hammasi ikki yoq taraflama ochiladigan. Ochib qo'yganda ham mana katta ochilyapti, havo уже srazi kirayotgani bilinyapti-da. Qo'shimcha yonadigan kartinalarni ko'rsak bo'ladi. Interyer rangiga moslab turib konditsioner qo'yilgan va u yoq tarafda kattagina ajoyib gullarni shakli tushirilgan dekorativ oyna qoplangan. Oynalarimizning chetlarida podsvetkalar yurgan. Ajoyib hozirgi kundagi eng ommabop bo'lgan interyer dizayn neoklassika. Ko'pchilik mana shunaqa dizayn qilyapti hozir. Bu yoqda mana zinalarimiz joylashtirilgan. Boya aytganimdek, mana bu zinani yonginasida to'rdagi eshikdan biz spa zonaga o'tsak bo'ladi va aylanib yerto'lamizga tushsak bo'ladi. Uyimizning eng asosiy yuragi yerto'lada. Hozir tushib ko'ramiz. Birinchi bu qavatimizdagi endi keyingi xona alohida gostivoy hojatxona, ya'ni mehmonlar uchun hojatxona. Ko'pchilik uy quruvchi akalarimiz qiladigan xatoni aytaman. Birinchi qavatda umumiy sanuzul berishadi, ya'ni dushovoy yoki vanna. Bu xato. Birinchi qavatda o'zida men o'ylashim bo'yicha mana shunaqa yechim eng optimal zo'r yechim bo'ladi. Sababi uyga keladigan mehmonlar hech qachon cho'milib olay demaydi-da. Foydalanish mumkin, masalan, bidelardan foydalanib tahorat olish mumkin, hojatxonasidan foydalanish mumkin. Va bu yoqda mana ikkita rakvina qo'yilgan. Sanuzul dush yuvinishi faqatgina birinchi qavatda yotoqxonani ichida qilish bu juda ham zo'r yechim bo'ladi. Bu endi shaxsiy meni fikrim. Men hozir o'zim uchun ham uchastka quryapman. Mana shu uchastkam loyihasida ham xuddi shunaqa loyihalashtirganman. Birinchi qavatda umumiysiga hojatxona mehmonlar uchun va birinchi qavatdagi yotoqxonaga alohida yuvinish xona. Agar sizlar ham endi mana shu etapga kelgan bo'lsanglar, uy qurayotgan bo'lsanglar, albatta mana shu narsani bitta o'ylab ko'ringlar va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Balki qayerdadir men noto'g'ri gapirayotgandirman. Ajoyib kafil ishlatilgan bu hojatxonamizda ham devordamno kelib, yana polga qo'shilib ketyapti. Bu joyda juda ham kattagina oyna, podsvetkali, qo'shimcha vishilkalari, yana mana bunaqa gel soladigan aksessuarlarigacha shu rakvina smesителlarimizning ranglariga moslab turib aksessuarlar qo'yib qo'yilgan va yana bitta zo'r yechim. E'tibor bergan bo'lsanglar, unitazlarimiz osma. Installatsiya o'rnatilgandan keyin devor taxminan 10 sm ga surilgan, chiqqan tepasida tabiiy bu yoqda polka hosil bo'lyapti va buni past tarafida yana shunaqa polka qoldirib ketilyapti-da. Qanaqadir освежителlar foydalaniladi, taxlab qo'yiriladi. Ortiqcha bu yoqga ilib qo'yishgan ekan, qo'shimcha bumaga iladigan aksessuar endi men o'ylaymanki kerak emas. Bu yoqni o'ziga ham qo'yib bemalol foydalansa zo'r yechim qilishibdi bu hojatxonamizda. Endi eng oxirgi, ya'ni birinchi qavatimizdagi oxirgi xona ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Boya aytganimdek, shu 1,5 ga 1,5 kattalikda orqa hovlida joy qoldirilgan edi. Bu yoq tarafda shunga qaragan rom bor. Bu yoqda ham xuddi shunaqa devorga o'rnatilgan radiatorlar, konditsionerlar va bu yotoqxonamizning bu yoq burchagida o'zini yuvinishxona sanuzullarini ko'ramiz. Juda ham yoqimli, qimmatbaho rakvinalar, oynalar o'rnatilgan va dush ko'rishinglar mumkin. Smesitellar, qo'shimcha aksessuarlar qora rangidan tanlangan. Bu yoqda havo aylanishga fortichka bor. Unitazlari bu yoq burchagiga joylashtirilgan va bu yoq tarafda suv shilkalar, yana qo'shimcha vishilkalarimiz joylashtirilgan. Mana shu sanuzuldagi menga kafillar glansviyligi, ya'ni yaltiroqligi juda ham yoqdi. Oyoqlarimizning tagidagi devorlar kombinatsiya qilingan mokriy va och yashil kafilli glansviy tanlanib, zo'r qilinibdi. Endi o'rtoqlar, yerto'ladagi uyimizning eng asosiy yuragini ko'ramizda, keyin ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Yerto'laga tushib kelayotganimizda o'rtoqlar, mana shunaqa zinamizning podsvetkasi biz bilan birgalikda pastga tushadi. Tepaga chiqayotganda ham xuddi shunaqa. Uyimizning tegi yerto'lasi yaxlit qilib xonalarga ajratib bo'lib qo'yilgan. Asosiy qismida kattagina ochiq joy qoldirilgan. Endi hamma o'zini xohishlaridan kelib chiqqan holatda foydalanish imkoniyati bor. Quruvchi akalarimiz bu yoqda
proyektor, ya'ni kinoteatrlar uchun kabellar, qo'shimcha toklar hammasini qoldirib ketishgan ekan. Kerakli odam mana shu narsalarni bemalol o'rnatib olsa bo'ladi. Orqa hovliga qaragan romlarni, yon tarafga qaragan romlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerto'lamzani devorlarida juda ham bir nozik rangli mish kabina deyiladi, o'sha bozorchilarning tili bilan aytganda, aboylardan foydalanilgan. Zo'r aboy, o'zimga yoqadi lekin. Qaranglar, akkuratni. Endi mana bu tarafdan yerto'lamizadagi keyingi xonaga kirar ekanmiz. Kattagina xona garderobga aylantirilgan. Endi bunaqa katta uyda tabiiyki katta oila turadi va hammani juda ham ko'p kiyimi bo'ladi. Qishki kiyimlarni, masalan, yozda bu yoqqa olib tushib qo'yiladi. Yozgi kiyimlar tepaga chiqadi. Yozda shunaqa almashtirib, olib tushib, olib kirib foydalanaveriladi. Va bu tarafda yana bitta xonamiz. Bu холодный muzday xona. Bu yerga endi hozircha narsalar turibdi, ahamiyat bermaysizlar. Qo'shimcha yana polkalar, stilyajlar, mebellardan yasab qo'yiladigan bo'lsa, o'zbekchilikda nima bor ani? Achchu, yop, banka, yana har xil nimalar qilishadi-ku, mana shunaqalarni muzdeykxonaga qo'yib qo'yiladi. Endi marhamat o'rtoqlar, uyimizni yuragi joylashgan xonaga kirib kelar ekanmiz. Bu joydan juda ham unumli foydalanishibdi. Bir vaqtda o'zida uyimizni isitish tizimlari joylashtirilgan va prachniy, ya'ni kir yuvish joyi ham moslab ketilgan. Mana o'rtada taxminan 180 lik devor ko'tarilganda, bu yoq qismida ba'zi bir kirlarni kir mashina yuva olmaydi. Buni hamma biladi. Mana shunaqa vannacha, kir yuvish uchun maxsus vanna, bu yoqda kirlarni yuvib, bu yoqda agar kir mashinada quritiladigan bo'lsa, bitta kir yuvish mashinasi, bitta kir quritish mashinasi qo'yib qo'yilgan. Bemalol foydalanish mumkin. Basseynni filtrlari bu yoq burchakda joylashtirilgan. Radiator ko'rayotganinglardek, bu nima desanglar, issiq suv keladi. Bu yoqda spiral suv qiziydi va nasoslar orqali issiq suv basseynga haydaladi. Shunaqa ajoyib ma'lumotlarni menga qurgan akamiz berdilar. Hamma narsa gрамотный, zo'r qilingan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, issiq suvniki qizil, sovuq suvniki shunaqa ko'k, juda bir nozik yig'ilibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shimcha filtrlarni ko'rsak bo'ladi. Bu yoqda mana nasoslarimiz joylashtirilgan, ketma-ketlikda расширительный bachoklar, 300 litrlik boiler ko'rib turganingizdek va одноконтурный deyiladi, adashmasam, yerda turadigan kotyol qo'yilgan. Menimcha bittasini o'zi ham bu uyni menimcha isitib olsa kerak. Maksimalni hech qanaqa muammo qolmaydigan darajada bu yoqqa shunaqa mehr berilgan. Ikkita одноконтурный kotyol qo'yilgan. Agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, to'g'rilab yuboringlar, iloji bo'lsa izohlarda, chunki men santexnikani juda zo'r tushunmayman. Qo'limdan kelgancha sizlarga ma'lumot beryapman. Va bu yoqda yana qo'shimcha shunaqa nasos o'rnatilgan ekan. Mana bu burchagida kamerani olib kelib ko'rsatinglar. Bu nima desanglar, kir mashinalardan bilasizlar, kir yuvilgandan keyin iflos suv chiqadi. Mana shu iflos suvlarni tepaga, o'sha kanalizatsiyaga, yo'dagi quvurga tepaga haydab tortib chiqarib yuborishlik uchun qilingan ekan. O'zinglar endi bitta baho berib qo'yinglar. Santexnik akalar bormi bizani ko'radigan? Izoh yozib ketasizlar. Biz bo'lsa tepaga chiqamiz. Ketdi. Ikkinchi qavatimizda o'rtoqlar 4 ta xona joylashtirilgan. Chap tarafda 2 ta, o'ng tarafda 2 ta. Kelinglar o'ng tarafdan davom etamiz. Ikkinchi qavatimizdagi bu birinchi yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonalarimiz shunaqa katta-katta keng qilingan. Ajoyib qandil qo'yishibdi. Juda ham bir noodatiy fakturaga ega bo'lgan. Bu yotoqxonamizni ichidagi vanna xonasini, yuvinish xonasini ko'ringlar-da. Mana rakvinasini qaranglar. Usti oynali. Bu uy oladigan mijozlarni qiz farzandi bo'lsa, aniq shu xonani o'ziga tanlasa kerak. Meni fikrim bo'yicha. Sizlar nima deysizlar? Qizlar ko'rayotgan bo'lsa, mana yozib ketinglar kommentariy. Bu yoqda unitaz joylashtirilgan va kattagina vannasi. Sanuzulimiz ham kattagina keng. O'zi hamma xonalar keng va hamma xonalarning ichida o'zini sanuzuli bor. Umumiyga sanuzul qilinmagan. Har bitta yotoqxonaning o'zining ichida sanuzullari bor. Bu mana ikkinchi yotoqxonamiz. Bu yoqda ham o'ziga xos noodatiy qandil. Bu xonamizning sanuzuli o'sha birinchi qavatdagi sanuzullarga o'xshagan. Unitazi, dushi, rakvina, oynalari mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. O'zingizlar xohlaganda endi bu yoqga mebellarni olib kelib, pardalarni ilib to'ldiriladigan bo'lsa, juda go'zal bo'ladi. Va to'g'ridan mana balkon plus terrasaga ulanib ketgan. Bu yerdan ham chiqsak bo'ladi. Yotoqxonaning ichidan chiqib o'sha tepadagi asosiy terrasani ko'rsatamiz.
Bu asosiy keyingi ikkinchi qavatimizdagi 3-yotoqxona. Bu yotoqxonamizni narigi ikkita yotoqxonadan farqi qaranglar. Bu yoqda sanuzuli, bu yoqda ham xuddi shunaqa ko'rinishda, faqat kafillarning ranglari farqi bor. Garderobi bor. Qo'shimcha plus. Garderob eshigi qanaqa ochiladi desanglar, mana qaranglar. Ochildi. Mana qaranglar. Mana yig'iladi. Mexanizm. Zo'ra. Yana bu yoqda tortmalari, ancha-muncha kiyimlar bu yoqqa sig'dirib olsa bo'ladi. Bu yoqda ham shilkasi bor. Buni yopamiz. Mana yopilishini noq qilib nomiga mana itarib oriladigan bo'lsa, mana o'zi sekin mexanizm tortib oladi. Endi marhamat, uyimizdagi eng oxirgi xona, bu ham asosiy yotoqxona. Bu yotoqxonamizni ham bu yoq burchagida garderobi xuddi shunaqa devorni ichiga tiqilgan. Buni ham eshiklari xuddi shunaqa ochiladi. Ochadigan bo'lsak, buniki sal farqli. Narigi xonaniki sal ugul bo'lib kirgan edi, buniki yaxlit mana katta. Bemalol menimcha er-xotinning kiyim-kechaklari ikki tomonga sig'adi, o'rtada katta yana vishilkasi. Va bu xonaning sanuzulini ko'rsatamiz. Unitaz, dush, sushilkalar, rakvinalar. Endi kelinglar. Terrasaga chiqamiz. Voy, terrasada va bir tepada zo'r havo aylanadi. Mehkilarni, pufiklarni qo'yib qo'yib, mana boya aytganimdek, o'rtadagi yo'li orqali ham bizni terrasaga qo'shilib olsak bo'ladi. Bu yoqlar ham ko'plik pol qilingan. Qish kunlari yomg'ir, qor yog'ganda ham erib ketadi. Endi kamerani olib keling, hurmatli operator. Iloji bo'lsa, yonginamizdagi masjidni ko'rsatib ketaylik. Taxminan bir 30-40 metr uzoqlikda masjidimizning oldida bo'lyapti bu uyimizni. Tepadan hovlimizning ko'rinishi juda go'zal. Yashil hududlar, darvozaxonalarimiz, mana bu tarafda yozgi oshxona, vodopadlarimizni ko'rishingiz mumkin. Haqiqatdan nima deydi? Yashaydigan uy bo'lgan. Qadrdonlar, uyimizni sizlarga to'liqligicha ko'rsatib bera oldik deb o'ylayman. Uyimizni, obzorimizni sizlarga manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Hali bundan ham zo'r uylarni sizlarga mana shunaqa chiroyli, professional tarzda yetkazib berishga harakat qilamiz. Uy haqida obzor bo'yicha o'z fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Qo'limizdan kelgancha har bir izohga javob berishga harakat qilamiz. Xayrlashmaymiz. Keyingi $1 million uylarda ko'rishguncha qolamiz.